Buldozer tanlayotganda top ustida nimaga e'tibor berish kerak? Buldozer tanlayotganda birinchisi uni brendiga qarashdi. Brendi, sifati и обязательно narxiga ham qarashadi bizda. O'zbekistonda endi narx naborot birinchi o'rinda turadi, sifat bilan brend qolgan o'rinlarda turadi. Lekin men maslahat beraman, birinchi o'rinda brendga qarash kerak, ikkinchi o'rinda sifatga qarash kerak, uchinchi o'rinda narxga qarash kerak. Endi bizani buldozerimizni masalan qaysi brend? Bu Shantuy. Shantuy Komatsu. Komatsu ikkalovi qo'shma korxonada. 1979-yili ochilgan. Komatsu mana shu ko'rib turgan buldozeringizga masalan o'zini ходовойчасida Komatsu D75 modeliga identichniy, аналогичный. Что Komatsu, что Shantuy ikkalovi bir xil. И buni qiladigan, bu buldozerni, bu brendni qilib beradigan ishi boshqa Xitoy brendlari bilan taqqoslasa 30% ga effektivniyroq. То есть kam saylar kechadi, kam buziladi, lekin ko'p ish qilib beradi. Foyda ko'proq olib keladi, sizga ko'proq tejab beradi pulingizni, lekin kam xarajat qilib beradi.